Assalomu alaykum hammaga. Bugun CSSda 13-chi darsimizni ko'ramiz. Bugun CSSda animatsiyalar qilishni o'rganib chiqamiz. Hop, buning uchun bizga kerak, keling, box ochib olaylik. Box. Hop, hozircha boxning ichiga hech narsa yozmayman. CSSda ozgina boximga stil berib olaman. Box. O'lchami 100 piksel. Height ham 100 piksel. Background color deylik, ko'k rangda. Hop, ozgina marjin beramiz. Marjin kerak, marjin kerak emas. Hop, natijani ko'rib olamiz. Boks tayyor. Hop, endi animatsiya bilan shu boksni yuritamiz. Animatsiya yaratish uchun deb qo'yaylik. Kuchukcha bilan keyframes deb yozamiz. Va animatsiya nom beraman. Anime va o'rnali qavs. Hop, nima qilishini yozishim kerak. Ikki xil animatsiya berish bor. Birinchisi from to degani dan ga, bir joydan bir joyga. From esa to ga. Hop, qaysi joydan qaysi joyga deylik. Transform o'tganda biz transformlarni ko'rganmiz. Transform translate 0 0 nuqtadan transform translate deylik, 100 piksel yursin, x o'qi bo'ylab, y o'qi bo'ylab esa 0 va ko'ramiz. Hozir ishlamayapti. Buni ishlatishim uchun animatsiyani o'zini boksga chaqirishim kerak. Animation va animatsiya nomi anime va necha marta animatsiya takrorlanishi deylik, 2 marta takrorlansin va necha sekund davom etishi deylik, 1 sekund. Hop, qanaqa tartibda? Hop, deylik, easy and degan. Mayli, hozircha shuni o'zini ishlatib ko'raylik. Mana 1 2 2 marta ishladi. Agar infinity deb qo'ysam, cheksiz, to'xtamasdan qayta-qayta ishlayveradi. Boradi va qaytmay, faqat boradi va joyiga qaytib qoladi, boradi, joyiga qaytib qoladi. Demak, cheksiz animatsiya. Bu birinchi usul edi. Endi yangi animatsiya ochamiz. Ikkinchisi kengroq ko'lamda. Keyframes nom beramiz. Ixtiyoriy nom bersa bo'ladi. Anime deb yana nom beraman. Hop, kelinglar bunga. Anime 2 deb beraylik. Bunda endi bo'laklarga bo'lib chiqish mumkin. Deylik, 0%da birinchi turgan o'rni transform translate 0 0. 25%da 4 ga bo'la olaman. Demak, 25%da nima bo'lsam, transform translate x o'qi bo'ylab 200 piksel yursin, y o'qi bo'ylab 0 ligicha qolaversin. 50%da transform translate x o'qi bo'yicha x o'qi bo'yicha 200 piksel yurganligicha qolsin. Bu koordinatalar bo'ladi. 200 ligicha qoladi va y o'qi bo'yicha 200 piksel pastga tushadi endi. 75%da transform translate. Hop, endi x o'qi bo'yicha ortga qaytadi, 0 ga qaytadi, y o'qi bo'yicha esa 200 pikselligicha qoladi.
100% esa oxiri yana o'z joyiga qaytadi. Foiz transform translate nol nol nuqtaga qaytadi. Bu koordinatalari bo'ladi. Va bu animatsiyani ishlatishim uchun bu animatsiyani chaqirib olishim kerak. Anime 2 ni boksga chaqirib olaman. Joyda 2 qo'yaman. Ko'ramiz. Mana. Demak, animatsiya davomiyligi 1 sekund va cheksiz aylanadi. To'xtamasdan cheksiz aylanadi. Hop, sekundini ko'paytiradigan bo'lsak, 4 sekund qilaylik. 1, 2, 3, 4. Demak, infinity cheksiz. Xo'sh, agar boshlanishida qanchadir vaqt kutib tursin desam, animation duration. Bu demak 2 sekund. Bu animation duration yana o'sha mana 4 sekundni o'zi ekan. Mana ekan. Agar bu kerak emas bo'lsa, alohida qilib beraman desam, animation duration demak animatsiyani vaqt davomiyligi. Animation delay degani bu. Animation delay. Mana animatsiya boshlanishidan oldin nechadir sekund kutish. 3 sekunddan keyin animatsiya boshlansin. 1, 2, 3. Boshladik. Hoppa. Demak, animatsiya boshlanishidan oldingi kutish. Animation delay. Xo'sh, animation timing function. Bunda endi easy in ko'ramiz. Sekindan birdan tezlashib ketadi. Easy out bo'lsa tezdan birdan sekinlashib oladi. Birdan tez va sekinlashib oladi. Linear bo'lsa bir xil tekislikda yuradi. Bir xil tekislikda bir xil vaqt taqsimlangan holatda yuradi. Hozir tez boshlab sekin tugatdi yoki sekin boshlab oxirida tez tugatganlari bo'ldi. Easy in, easy out. Hop, endi demak, ko'rdik va mana bu joyda bo'lingan 5 ta qismda yana qo'shimcha narsalar qo'shsa bo'ladi. Misol uchun 0% o'zida qolaversin. Sekundani delayni 1 sekund qilib qo'yaylik. Vaqtimiz ko'p ketib qolmasligi uchun boshlanishi o'zida qolsin va 25% ga borganda rangi o'zgarsin deylik. Background color qizilga aylansin. Ko'ramiz. Qizil. Va yana background color bo'lsin sariq. Va mana bu joyga kelib background color bo'lsin yashil. Va asliga qaytganda yana background color blue. Boshladik. Qizil, sariq, yashil va ko'k. Yaxshi. Yana buni o'zgarishlar qo'shsa bo'ladi. Har bitta bo'limga alohida o'zgarishlar qo'shsa bo'ladi. Misol uchun mana bu joyga aylanaga aylanib qolsin. Border radius 50%. To'rtburchak holatida aylanaga aylandi. Yana to'rtburchak kvadrat holatiga qaytadi. Ya'ni shunaqa qo'shimchalar qo'shsak ham bo'ladi. Har bitta bo'limga har xil qo'shimchalar qo'shsa bo'ladi. Deylik 50%ga yuzi kattalashsin. Yuzi 100 pikselda 200 piksel bo'lib qolsin. So'raga qaytdi. Demak, shunaqa o'zgarishlar kiritsa bo'ladi har bitta bo'limga. Demak, bu animatsiya bo'limi edi. Transform translate'larni xuddi mana shu joydan qilsak bo'ladi. Yana animatsiya yaratmoqchi bo'lsak, keling. Bitta aylana. Aylana 1 ichiga aylana 2 yaratamiz. Ularga o'lcham berib chiqamiz sesizdan. Aylana 1 yuzi
400 piksel, height'i 400 piksel, border 2 piksel, solid ozgina padding yapamiz. Padding 3 piksel. Ichida yana bitta aylana bor edi. Aylana 2. Viza. Xo'sh, bo'lsin 100 piksel. Keyin ayni aylana bo'lishi uchun balandligi va eni bir xil o'lchamda bo'lishi kerak. Bizlar keling uni background beramiz. Background color yellow. Mana bu aylana bo'lishi uchun xo'sh, mana animatsiyani hozircha o'chirib turaylik. Hop, endi aylana bo'lishi uchun border radius 50%. Bu ham aylana. Border radius 50%. Va mana burchakda turibdi. Endi shu narsani mana bu o'rtalikka yetirishim kerak. Buning uchun otasiga display flex berishim kerak. Display flex o'rtaga kelishi uchun justify content justify space button center o'rtaga keltirishim kerak. Center o'rtaga keltirdik. Demak, padding bor. Paddingni ozgina kattalashtiramiz. Yaxshi. Background menga salgina yoqmayapti. Bo'ladi. Ana endi bunga animatsiya qo'shamiz. Qaranglar, animatsiya shunaqa bo'ladiki, katta aylanani aylantiramiz, lekin kichkinasi yurganga o'xshab qoladi, lekin aslida kichkinasi yurmaydi. Animatsiya yarataman. Keyframes. Nom berishim kerak. Aylan. Aylan degan nom berdim. Va bunga oddiy from to dan ishlatsak ham bo'ladi. From dan xo'sh. Transform rotate aylantirish edi. 0 dan to. Transform rotate 360 gradusga aylansin. Ketdik. 360 gradusga aylansin. Hop, bu animatsiyani aylana birga, katta aylanaga aytamiz. Animation. Aylan. Hop, deyli 2 sekund aylansin va cheksiz aylansin va bir xil tizimli ravishda aylansin. Ko'ramiz. Hop, aylan ishlamadi, sababi aylan degan animatsiya yaratganmiz 2 sekund infinity linear. Xo'sh, qaysi joyda xato qildik? Keyframes aylan from to transform rotate. Foiz qilib qo'yamiz. Mana burchak bo'lishi kerak. Deg bo'ladi. Degradient. Mana kichkinasi aylanayotgandek ko'rinyapti, lekin aslida kichkina turibdi va kattasi aylanyapti. Sekundani ozgina kattalashtirsak. Hmm. Demak, bu animatsiya ekan. Hop, animatsiyalar mavzusi shu. Darsimiz shu joydan yakunlaymiz va vazifalarni bajarishda davom eting. Vazifalar videoning pastida turadi. Hammaga rahmat. Darsimizni tugatamiz. Salomat bo'ling.